Erkak kishi o'ziga o'zi muammo orttiradi degan gapni yana bir amalda sinab ko'ramiz ham. Sen nima men bilan bir xil kiyinib chiqding? Ko'rganlar bizni sevishgan deb o'ylaydi. Bo'pti, chiq endi. Kiyinib chiqibsan. Ketaveraman o'zim. Ketavering. Yo, shuncha futbolkam bor, men aynan mana uni kiyib chiqdim. Yalin disku shuni kiyib bir xil bo'laylik deb yalin disku. O'tir joyingga. Yangi kelinman, ko'ylak kiy desam, shuni kiyib yalin disku. O'tir. Mana shunaqa kiying olasiz. Ha, bo'ldi. Ikki xil tomonga o'ynashmi? Siz ikki xil tomonga o'ynayapsiz. Bu qara mana fitlionta futbolkam bor, men aynan mashina. Ajab qilman, zo'r qilman. Mana shunaqa bir xil kiyinib yuraylik. Sizni mendan, meni sizdan hech kim ajrata olmasin. Bir xil bo'lib yuraylik. Menga tegishligingizni, men esa sizga tegishligimni hamma bilsin. Qara. Bitta donnozga o'ynaymiz. Hech qanaqa tekizlikka o'ynamayman. Hech qanaqa. Bitta donnozga o'ynaymiz. Yutqizgan odam ketayotgan manzilimizgacha jim ketadi. Shundoq ham gapirmayman. Don zik ya.